Assalomu alaykum. Depressiyaning sabab, oqibat va yechimlari haqidagi darsligimizni boshlaymiz. O'zimni tanishtirib o'taman. Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD Sharof Abdullohxon Baxtiyorovna. Bugungi darsimizda depressiya haqida gaplashar ekanmiz. Avvalo Freydning aynan depressiyaga bergan ta'rifini aytib o'tsak. Depressiya bu kuchsizlik yoki nimjonlik emas, bu shunchaki insonning juda ko'p vaqt davomida kuchli bo'lishga intilishidir deb ta'kidlab o'tadi. Bugungi kunda O'zbekistonda depressiya darajasi qanday? Keling, buni oldin videoni ko'rish orqali bilamiz. Qarang. Demak, O'zbekistonni birinchi o'rinda depressiya darajasi deb aytib o'tishmoqda. Video parchada o'zbekistonliklarning tushkunlik holati bo'yicha birinchi o'rinda ekani ta'kidlangani bilan, lekin bu ilmiy asosga ega emas. Lekin ilmiy asosga ega bo'lmasa-da, tan olishimiz kerak, bugungi kunda kayfiyatni, ya'ni tushkun kayfiyatni oshib borayotgani haqiqat va nima uchun ularning bunday deyotganiga yana bitta asosni keltirib o'taman. Bugungi kunda ayollardagi depressiya holatini ijtimoiy tarmoqlarda ko'ngilni xira qiluvchi ba'zi bir videolar orqali ham ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, o'z farzandini ayiq qafasiga uloqtirib, agar unda o'lmagandan keyin vahshiylarcha pichoqlagan onani yoki 3 farzandi bilan o'zini 9-etajdan tashlab yuborgan onani aynan depressiya holatidagi insonlar safida ko'rishimiz mumkin. Va bu O'zbekistonda depressiya darajasini balki birinchi o'ringa chiqqan degan taxminni keltirib chiqargandir. Depressiyani umumiy sabablariga quyidagilarni kiritib o'tish mumkin. Bular ijtimoiy bosimni haddan tashqari yuqoriligi, ya'ni biz doimo dardimizni ichimizga yutamiz yoki bizga xato qilish mumkin emas, biz qo'shnimizdan kam bo'lmasligimiz kerak yoki biz odamlarga faqat yaxshi ko'rinishga majburmiz degan tushunchalar bizni depressiyaga olib boruvchi omillardan biri. Ikkinchidan, moliyaviy xavotir. Narx-navoni o'sishi, barqaror daromadni bo'lmasligi, kreditlar, majburiyatlar, bu hammasi ruhiyatda eng ko'p charchatadigan omillar hisoblanadi. Uchinchidan, yetarlicha dam olmaslik. Dunyoda haftasiga 4 kunlik ish rejimiga o'tilayotgan bir vaqtda, afsuski, ba'zi bir tashkilotlarda hatto 14 soatlab, undan ham ko'p vaqtda ishlovchilar yoki vaqti normal taqsimlanganiga qaramasdan o'z-o'ziga dam bermay ishlovchi insonlarning ko'pligi ham aynan depressiyaga moyil bo'ladi. Va 4-sabab, barcha baxtli, faqat men baxtli emasman degan fikrning ustunligi. Siramas, ijtimoiy tarmoqlarda soxta baxtlilar juda ham ko'payib ketdi va boshqalarning baxtli hayotini ko'rib, odamlar o'z hayotini qadrsiz, baxtsiz deb hisoblaydi va oqibatda ular o'zlari depressiyaga tushirib qo'ymoqda. Endi ayollardagi depressiyaga nimalar sabab bo'lmoqda? Unutmasligimiz kerak, ayollardagi depressiya eng ko'p kuzatiladigan holat bu tug'ruqdan keyingi ruhiy muammolar bilan bog'liq hisoblanadi. Ya'ni ko'pchilik ayollar farzand bilan yashashga hali moslashmagan va ular dunyoga keltirgandan keyin farzandi bilan birga yashash, u bilan hayot tarzini olib borishda o'ziga yarasha moslashuv jarayonini boshidan kechiradi va ba'zi bir ayollarda tug'ruqdan keyingi, ya'ni postpartum depressiya, tug'ruqdan keyingi depressiya sodir bo'lish xavfi mavjud va bu o'z navbatida davolanmasa, vaqtida qaralmasa, o'ta og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Jumladan, psixoz, bipolyar buzilishlar, shizofreniya kabi ruhiy kasalliklar ayollarda aniqlanmagan holatda ham davom etishi mumkin. Oqibatda nima bo'ladi? Ayrim hollarda ona o'z farzandini jinlardan qutqaryapman yoki azobdan xalos qilyapman degan fikrlar bilan, ya'ni mana shu xayollar bilan o'z farzandini, demak, umriga zomin bo'lish holatlari ham kuzatilmoqda. Bu albatta o'tkir ruhiy buzilishlardan dalolat beradi. Ikkinchidan, ayollardagi depressiyaning sababi yolg'izlik va yordam yo'qligi. Onalar ijtimoiy yordamdan, erkak yoki ayol tomonidan qo'llab-quvvatlanishdan mahrum bo'lgan vaziyatlarda ham depressiyaga moyil bo'ladi va bu qisqa muddatli stressga bardosh bera olmaydi. Oqibatda moliyaviy qiyinchiliklar, ijtimoiy bosim, yolg'izlikda yashash kabilar ularni depressiyaga tushiradi. Davolanishga yoki yordam so'rashga imkon topolmaydi. Bunday sharoitda onaning psixikasi sekin-asta yemirilib boradi. Uchinchidan, ko'p hollarda bunday onalar o'zlari ham shu ssenariyni takrorlashga moyil bo'ladi. Ya'ni zo'ravonlik oilalarda katta bo'lgan, sevgi, mehr ko'rmagan, bolaligida jismoniy yoki jinsiy zo'ravonlikka uchraganlar aynan shu travmasini katta bo'lgandan keyin ana shu azob oqibatini hatto farzandiga ham ko'chiradi va oqibatda travmani takrorlash sindromi vujudga kelishi mumkin. Demak, o'zida azob uqubatni ko'rgan onalarda ham bu holatni farzandiga ko'chirish ehtimoli mavjud ekan.
Ayollardagi depressiyaning 4-sababi bu informatsion shovqin. Ya'ni bugungi kun sir emaski, holatlar emas, asosan xabarlar asri bo'lib qolmoqda va bu xabarlar, ortiqcha informatsiyalar internet orqali yashin tezligida tarqaladi. Fojiali holatlar ijtimoiy tarmoqlardagi ommalashadi va odamlar o'z nafratini bildiradi. Bu voqealar ko'paygani sari xuddi yana ham ko'proq kuzatilayotgandek tuyulaveradi. Voqealar sonini o'zgarmas bo'lishi mumkin, lekin uni tarqalishi, ovozasi ijtimoiy tarmoqlardagi hissiy reaksiyasi orqali keng jamoatchilik ongiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi va ba'zan afsuski ba'zilarga targ'ibot vazifasini ham o'tab qo'yadi. 5-dan tibbiy va huquqiy nazorat sustligi. Ba'zida onani ilgari sodir etgan og'ir jinoyatiga yetarlicha jazo yoki nazorat chorasi belgilanmaganligi oqibatida ham bunday holatlarni kuzatish mumkin. Masalan, ayiq qafasga tashalgan holatda, ya'ni farzandini ayiq qafasiga tashalgan holatda u ruhiy kasal bo'lsa ham 4 yildan keyin bola bilan yolg'iz qolgan holat sodir bo'lgan va bunaqa bo'lishi kerak emas. Bu sog'liqni saqlash tizimi, ijtimoiy xizmatlar, psixologlar, vrachlar, huquq-tartibot idoralari organlari orasida o'sha nazoratni kuchaytirishni talab qiladi. Endi Garvard universiteti olimlari tadqiqotlariga ko'ra, 22 ta mamlakatdan 200 mingdan ortiq odam ishtirok etgan tadqiqotda baxtni egri chizig'i o'zgara boshlagani aniqlangan. Ya'ni ilgari baxtlilik hissi yoshlikda yuqori, o'rta yoshda pasayib, qarilikda oshgan bo'lsa, endi buni teskarisini ko'ryapmiz. Ya'ni bunga kunga kelib yoshlar quvonchni ancha erta yo'qotyapti. Ayniqsa 18-29 yoshliklarda xavotir, depressiya, moliyaviy qiyinchiliklar, maqsadsizlik, yolg'izlik hissi kuchayib boryapti. Va bu olimlar tomonidan holatni jamiyat bosimi, siyosiy noaniqlik, doimiy salbiy axborot oqimi bilan bog'lanishida kuzatilyapti. Agar tendensiya saqlanib qolsa, baxtli yoshlik degan tushunchani butunlay yo'qolishi mumkin ekan. Endi depressiyadan chiqish yo'llari bormi? Albatta bor. Depressiyadan chiqish uchun nimalarga amal qilish kerak? Lekin unutmaslik kerak, kuchli depressiyada albatta psixoterapevtga murojaat qilish tavsiya etiladi. Ya'ni kuchli depressiv holatlarda bunday yordamlar turi natija bermasligi mumkin. Demak, birinchisi bu uyqu rejimini to'g'irlash. Noto'g'ri uyqu hayotimizni sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Asabiylashish va depressiya ko'pincha yetarlicha uxlamaslik va betartib uxlashdan kelib chiqadi. Ikkinchidan, sport bilan shug'ullanish. Ertalabki badan tarbiya kunning yaxshi va sifatli boshlanishini garovi. Uchinchidan, kitob mutolaasi. Birgalikda har kuni kitob o'qishni, ya'ni yaqinlaringiz bilan odatlantiring. 4-dan, podkastlar tinglash. Har kuni yangi fikr, yangi bilim olamiz va buni tahlil qilamiz. Bu ham depressiyadan chiqishga yordam beradi. 5-dan, o'z sohangizni rivojlantirish va hobbilar bilan shug'ullanish. Tanlagan sohangizda rivojlanish uchun kamida har kuni 40 daqiqadan vaqt ajrating va shuningdek sevimli hobbingiz bilan ham shug'ullaning. 6-dan, telefondan kamroq foydalanish kerak bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish, ayniqsa reelslarni ko'rish cheklanish kerak. Bular ham aynan insonni depressiyaga tushishiga omil vazifasini o'tamoqda. 7-dan, sog'lom ovqatlanish, fast foodlar va shunga o'xshash zararli ovqatlardan voz kechish kerak. Gazli ichimliklar o'rniga ko'proq suv ichgan ma'qul. 8-dan, kun tahlili. Uxlashdan oldin kuningizni yozish orqali tahlil qilasiz va bu sizga hayotingiz sifatini oshirishga katta yordam beradi. Har bir 10-15 daqiqadan vaqtingizni talab qilsa ham, lekin reels ko'rgan yoki serial ko'rgandan ko'ra bu yaxshiroq. Va 9-dan, sayr. Toza havoda sayr yoki sayohatlar depressiyadan chiqishda samarali natija beradi. Endi depressiyaga yechim bormi? Tadqiqotlar orqali o'tkazilgan 128 mingdan ortiq odamni qamrab olgan 97 ta tizimli tahlil natijasida 1039 ta klinik tadqiqot o'z ichiga olgan ulkan ilmiy tadqiqot o'tkaziladi va bunda jismoniy mashqlar depressiya xavotirni kamaytiruvchi eng asosiy yo'l ekanligi aniqlangan. Va bunda qaysi natija bergan mashqlar? Bular yuqori intensivlikdagi mashqlar, kuch-quvvat mashqlari, piyoda yurish, yoga, guruhiy mashg'ulotlar va hattoki qisqa lekin muntazam mashqlar ham sezilarli o'zgarishni ko'rsatgan ekan. Depressiyadan chiqishning eng zo'r usuli bu shukur qilish hamdir. Har bir o'tayotgan lahzangizni his qilish, go'zalliklarni anglashga intilish, hissiyotlarni yozib borish ham depressiyadan chiqishga ajoyib natija beradi va unutmang, depressiyadan chiqishni o'zingiz istamaguningizcha hech kim sizni bu holatdan chiqara olmaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat.